ushbu missiyamiz bilmaydigan obunachilarimiz uchun chiqarar ekan. Biladiganlar iltimos aqllilik qilmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Yangi videoga xush kelibsizlar. Sizlar bugun sizlar bilan birgalikda ajoyib bo'lgan va oson missiyalarni bajarib keyslar yig'amiz azizlar. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Tushunib netmay qolishingiz mumkin. Demak, bugun sizlar bilan birgalikda Nusa va Livik, ya'ni o'zimiz bilgan ikkita kichkina kartalarda tez va oson bajarishga harakat qilamiz azizlar. Buning uchun bizlarga nima kerak bo'ladi? Oddiygina granata kerak bo'ladi. Demak, o'sha granata bilan o'zimizni portlatamiz azizlar va 50 marta portlatganimizdan keyin bizlarga ikkita klassik keys beradi va 30 ta достижение beradi azizlar. Videoni mirib tomosha qiling azizlar. Kanalga obuna bo'lib, bizdan uzoqlashmanglar. Mana do'stlar, missiyamiz ham oxirlab qoldi. Mana ko'rganingizdek, ikkita klassik keys va 30 ta достижениямizga ochko berdi azizlar. Buni olamiz. Demak, shuning bilan bugungi videomiz o'z yakuniga yetadi azizlar. Bu hali hammasi emas. Bizdan uzoqlashmang. PUBG uchun foydali videoroliklarimiz chiqishda davom etadi azizlar. Bu videoga juda ham ko'p vaqtim ketdi. O'shaning uchun mehnatimni qadrlagan holda videoga like bosasizlar degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat azizlar. Yangi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.